Homelander kimni uryapti? Kim 5-mavsumda o'ladi? Sage nimalarni o'ylab topdi? Homelanderga askarni nima keragi bor? Bularni barchasini ushbu videoda bilib olamiz. Hammaga salom, siz bilan Jo'rabek Ibragimov kanaldagi yangi videoga xush kelibsiz. Ushbu videoda biz Yigitlar serialini 5-mavsumini treylerini tahlil qilamiz. Bu aytishlaricha oxirgi mavsum bo'ladi, chunki barcha voqealar o'zini yakuniga yaqinlashib boryapti. Erik Kripke bu ushbu serialni rejissyori aytishi bo'yicha endi tayyorlaydigan narsa ham qolmadi. Finalga olib borish kerak hamma narsani. 4-sezonning oxirida komiksga yaqin final sezon bo'ladi degandaqa bizga privkus berib ketgandi Erik Kripke, lekin menimcha bunaqa bo'lmaydi. Chunki hozir biz ko'rgan treylerimizdan bilsak bo'ladiki, ko'p narsa sal boshqacharoq kutganimizdan ko'ra. Chunki oxirida Butcher hammadan xafa bo'lib, hammadan ajralib, yolg'iz harakat qiladigan odamdek ketgandi. Va sezonda biz ko'ryapmizki, yigitlar yana birlashyapti. Bu yana umumiy maqsad orqasidan harakat qilishga kirishyapti. Komiksda yaxshi esimda yo'q, lekin ko'pchilik qirilib ketadi u yerda. Menimcha serialda unaqa bo'lmaydi. Chunki bizda bu yerda Ryan bor. Bekkani o'g'li. Ryan Butcherga o'zini o'g'lidek yaqin, qadrli inson. Chunki u Bekkadan yagona qolgan esdalik bu bola. Shuning uchun Butcher uni iloji boricha avaylab, iloji boricha mehr berishga, qanaqadir o'g'lidek ko'rishga harakat qiladi. Va o'rtoqlar, Butcher nima uchun hammani ko'r-ko'rona o'ldirmasligiga, xuddi komikslardagi harakat qilmasligiga bitta sabab bu Ryanni borligi. Ya'ni u virusni chiqarib olsa, hamma qirilib ketadi, Ryan o'ladi, yulduzcha Kimiko, Stan Edgarni nabirasi hamma qirilib ketadi. Va o'ylashimcha shu tufayli komiksga yaqin bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa tarafi bor. Biz ko'rib turibmizki, treylerda Homelander kimnidir uryapti. Lekin uni urayotganda u qanaqadir sovuqqonlik bilan qilmayapti bu narsani. Hissiyotlarga berilib, o'ziga shu narsa yoqmasa-da bu narsani qilishga majburdek qilyapti bu ishni. Va o'ylab qoldimki, bu yerda Homelander menimcha Ryanni do'pposlayapti va oxir-oqibat buni oqibatida Ryan o'lib qoladi. Bizga yana bitta narsa aytishgan rejissyorlar, Erik Kripke aytgan, bu seriyada, bu sezonlarda, bu sezonni seriyalarida o'limlar juda ko'p bo'ladi deyishgan. Har kimning o'limini kutish mumkin. Ryan o'lib qolsa, Butcherni qo'llari yechiladi, u ramkalardan chiqib ketadi, hech qanaqa uni ko'ziga ko'rinadigan hech narsa qolmaydi va u rostdan ham o'sha virusni ishlatib yuborishi mumkin bo'ladi, hammani qirib yuborishi mumkin bo'ladi. Bittagina Ryan uni hozir odamiyligini ushlab turibdi. Mana shunaqa isxod bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham komikslarga yaqin yakunni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bilmadim, rejissyorlar menimcha komiksda yemiy qolgan mana shu finalni ozgina o'zgartirib, yaxshiroq qilishga harakat qilishadi. Komikslarda bu final juda past baholangan. Shu tufayli menimcha ozgina o'zgartirish baribir kiritishadi. Bundan oldin Butcher komandani, ya'ni jamoani tark etgandi, yigitlarni. Lekin teaserda ko'ryapmiz, bu yerda Butcher yana qaytgan, yana harakat qilyapti, hammani yig'ishga, birgalikda harakat qilishga. Nimadir o'ylab topishadi. Kimdir aytdiki, fransuz o'ladi birinchi seriyada, shundan keyin Butcher qaytib keladida, davay mana shu fransuzlik uchun biz qassos olamiz, endi menga qo'shilasizlar, ketdik dedi. Lekin yo'q, teaserni o'zida ko'rinib turibdi, fransuz, Butcher, Kimiko, Hyuy вроде hammasi bitta tomonga qarab ketishyapti, qanaqadir заброшенный zdaniyega. Ularni maqsadi bor, aniq. Ular kelishib bo'lishgan. Bu yerda menimcha ozgina boshqacha yechim bor, nimadir ularni birlashtiryapti, qanaqadir voqea bo'ladiki, ularni yana birlashtirib qo'yishadi. Bu oson ssenaristlarga nimadir o'ylab topish, yana urushgan o'rtoqlarni yarashtirib qo'yish. Hayotda bu ozgina qiyinroq. Bu jamoaga o'ylashimcha Stan Edgar qo'shilishi mumkin. U katta yordam beradi yigitlar jamoasiga. Uni odamlari bor, uni ma'lumot topadigan bazasi bor, uni nabirasini himoya qilish istagi mana shu Butcher bilan qolganlar bilan birlashib, aqldan ozgaroq Homelanderni to'xtatishga undashi mumkin. Xuddi men hamma narsani biladigandek gapiryapman, lekin bu narsalarni men shu treylerdan kelib chiqib, Genvidan kelib chiqib va
o'tgan 4 ta sezondan kelib chiqib gapiryapman. Treylerda bizga yana askarni ko'rsatishdi. Askarni Homelanderga umuman nima keragi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Birinchidan, oddiyroq oladigan bo'lsak, askarni shunchaki Homelander o'zini jamoasiga zaverбовать qilib olishni xohlashi mumkin. Mana ota, men sizni qaytardim, endi meni jamoamga qo'shiling deyishi mumkin. Yoki Homelanderni boshqa maqsadi bo'lishi mumkin. Homelander esingizda bo'lsa, soch to'kilyapti, u qarishni boshlagan. Endi unga mana shu qarishni to'xtatishga, hokimiyatni umrbod ushlab qolishga qanaqadir yordam kerak. Bilamiz, Chaqmoq degan personaj bor edi, u ham qarimasdi. 200 yilmi, 100 yilmi qanchadir yashagan, qarimaydi. Yosh bo'lib turaveradi. Askarda ham xuddi shunaqa qoniga quyilgan V preparati bor. Bu narsani o'rganish uchun u askarni mana shu saqlab turgan bo'lishi mumkin. Treylerni yakuniga yaqin ko'ryapmiz. Homelanderni ko'zidan lazerlari yana ham mo'shniroq chiqib, kuchliroq chiqib, osmonlarga qarab baqirib yorganini yonida ko'rishimiz mumkin. V preparati shpritsi yotibdi. Demak, u nimadir o'ziga ukolot qilgan va mana shunaqa yana ham quturgan kuchga ega bo'ldi. Endi ko'ramiz buni 5-mavsumda qanaqa bo'lar ekan bu yoqda. Ashleyni ko'rsatishdi. Ashley sal g'alatiroq yuzi 4-sezonda u o'ziga o'sha V preparatini quyganda, hammamiz bilamiz, V preparatini kattaroq odamlar o'ziga quysa, u yaxshi ta'sir qilmaydi. Qanaqadir yomon, o'limga olib keladigan darajada yomon ta'sir qiladi va Ashley esinglarda bo'lsa, qanaqadir maxluqqa aylanib qolgandi. Bizga buni ko'rsatishmagan, endi ko'rsatib qolishadi. Va mana bu turgan Ashley, bu menimcha qiyofa yasay oladigan shunaqa mutant bo'lsa kerak. Ya'ni super. Boshqalarning qiyofasini olib, boshqalarning o'rnidan gapira oladigan super. Sageni biz bilardik eng aqlli personaj deb, eng super intellektual deb o'ylardik, lekin o'sha 4-mavsumning o'zida ham u super intellektual bo'lsa ham har xil jinnicha qilg'ila qilib qo'yishini bildik, o'sha pametini yo'qotish orqali. U super aqlli bo'lsa ham hissiyotlarga ham super beriluvchan personaj ekan. Bu narsani biz Genvida ham ko'rdik. 4-faslda ham birinchi chiqishida ko'rdik bu narsani. Kim bilsin, balki endi 5-mavsumda u to'liq mana shu hissiyotlardan voz kechib, to'liq maqsadini amalga oshirishga kirishar. Yana ham qo'rqinchliroq qahramonga aylanar. Super intellektuallarni biz rejalarini oldindan ko'ra bila olish uchun o'zimiz super intellektual bo'lishimiz kerak. Bizda esa bunaqa qobiliyat yo'q. Shuning uchun bu narsaga aralashib o'tirmaymiz. Sezonda hamma o'lishi mumkin. Umuman hamma o'lib ketishi mumkin. Hueydan tortib Kimikogacha hamma o'lib ketishi mumkin. Bu yoq qiziq bo'ladi. Va o'rtoqlar, Erik Kripke aytishi bo'yicha o'sha askarni alohida spin-offi bo'lar ekan, askar haqida alohida serial bo'lar ekan. Endi kim bilsin, bu kelajakda bo'ladigan voqealarmi, o'tmishda bo'ladiganmi? Katta ehtimol bilan o'tmishda bo'ladi, chunki kelajakda qilish uchun как minimum nechtadir superlar tirik qolishi kerak bo'ladi. Agar superlar tirik qoladigan bo'lsa, bu yaxshi. Yigitlar emas, prosta boshqacha nom bilan sezon davom etgan bo'lardi. Ya'ni askar yoki boshqa narsa bo'lib. Nima bo'lgan taqdirda ham bu aktyorni, bu personajni kuzatish qiziq. Juda ham qiziq personaj qilishgan. O'tmishda bo'ladimi, voqea kelajakdami? Biz kutamiz. Geek albatta tarjima qilib beradi sizlar uchun bu spin-offni. Shunaqa o'rtoqlar, menimcha yetarlicha sizlarga ma'lumot bera oldim. O'zim nimani sezgan bo'lsam, nimani ko'rgan bo'lsam sizlar bilan hozir bo'lishdim. Menimcha aytgan gaplarimni 75% to'g'ri chiqadi. Agar вообще to'g'ri chiqmasa, undan ham yaxshi bo'lardi. Chunki oldindan bilib qo'ysanglar qiziq emas bu narsani tomosha qilish. Siz ham o'zingiz fikringizni yozing. Umuman siz вообще bo'lmadingiz, o'ylab topgan narsalaringiz noto'g'ri deb meni опровергнуть qilib tashinglar. Juda ham xursand bo'laman. Kommentariyada qanaqadir o'zingizni serial haqida fikringizni bildirsangiz. Va o'rtoqlar, hozir Geek TV studiyasi Simpsonlar multserialini o'zbek tiliga o'giryapti. Buni sizlarga tavsiya qilaman tomosha qilishni. 2025-yilda yangi chiqayotgan mavsumini biz o'zbek tiliga o'giryapmiz. Uni albatta tomosha qilinglar. Bu uchun premium guruhimizga o'tishinglar kerak bo'ladi.
dublyajga juda ham kuchli yondashyapmiz, qattiq kirishyapmiz, o'zimiz maza qilib ovoz berganmiz. Zarina Otajonova o'sha deyarli emas, barcha ayol ovozlar, bolachalar ovozlar, qizchalar ovozlarini olgan va hozir bitta kirib ko'rsanglar, deyarli bir ikkita joyi bor. Lizani baqirishlari, qanaqa qiliqlari birga bir qilingan. Unutilgan. Xuddi sen aytgandek, yaxshi kuzatuvchilik qilding. Voy xudo, men endi qallobmanmi? Yo'q, menimcha qalpoq demoqchi eding. To'g'ri aytasan, bosh shaklingga umuman tushmadi. E'tibor berib, baho berib o'tasizlar. Juda ham kirishib yaxshilab ishlayapmiz. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agar ko'zingizni dam oldirgingiz kelsa, qanaqadir dunyoni rangsizligidan to'yib ketgan bo'lsangiz, albatta kiringda Simpsonlarni ko'ring. Simpsonlarda ma'no taraflama ham rang-barang hammasi. Vizual tomonlama ham rang-barang, juda chiroyli, приятный chizilgan. Tomosha qilinglar. Albatta hordiq chiqarasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Albatta Geek TVga obuna bo'linglar. Geek TV serialni tarjima qiladi. Biz sizlarni kutib qolamiz. Shu formatdagi video sizga yoqsa, yana ham ko'proq chiqishi uchun like tugmasini bosib qo'ying, izoh yozing. Albatta chiqarishni davom etamiz. Hammaga tomosha uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling.